Recordingni boshladim, guys. Recordingni boshladim. Keyin yana bitta conditional bo'yicha dars o'tgandim. O'shani tashlab qo'ysam bo'lar ekan kanalimga o'zimni. Esimga tushib ketdi. But whatever. It's not the matter of thing. Demak, bu bizga aloqador narsa emas. And what we have to do right now is to continue learning how to write an essay. Essay yozishda demak davom etishligimiz kerak. Mana bu yerda o'zimni essayim bor edi va mana bu yerda esa men o'zimni essayimni idea generator degan yana bitta kitob tuzgan edim. U dahshat kitob. Keyin buni ham tushuntirib bersam bo'ladi keyingi darslarda misol uchun. Zo'r kitob, dahshat ishlandi. Shaxsan o'zimga yoqdi. Agar menda o'sha paytda shu kitob bo'lganida edi, bunchalik qiynalmasdim. Okay. So esinglarda bo'lsa, o'tgan darsda mana shu bo'yicha gaplashgan edik, shu kitobim bo'yicha. Nimaga shu kitobimga qayta qaytyapman? Chunki o'zi shu kitobim bo'yicha dars o'taman deganimda. And now let's just see today task 1. Kelinglar endi task 1 ni ko'raylik. Bugun chunki kecha task 2 ni ko'rgandik. Ireland. Okay. Demak, bu yerda sizlar grafani ko'rib turibsizlar. Grafa ikkita narsadan iborat xolos o'zi. Birinchisi unemployment rate, ikkinchisi people leaving. Buningcha tushunib olish kerak bu bunaqani. Grafani birinchi navbatda tushunib olishligimiz kerak. Rekord qilinyapti, baribir qolganlarga foydasi tegadi, xudo xolisa tashlab qo'yiladi. Xo'p, mana grafa turibdi. Irland turibdi. Demak, Irlandiyada bo'layotgan voqea ekan. Pastida yillar turibdi. 1988 dan 2008-yilgacha orada 20 yil farq bor. Shu 20 yil ichida ishsizlar va tark etayotganlar odamlarda tark etayotgan va ishsizlar odamlar foizi berilgan. Bu yerda 6%, 12%, 18% qilib berilgan mana chap tarafda. Pastda esa yillar berilgan. Mana yerda esa o'ng tarafda esa number of people leaving the country. Bu odamlarni ketayotganlarning soni. Okay, mana ko'rib turibsizlar. Endi qarang. Unemployment rate ni bilishlik uchun chap tarafga qaraysizlar. Odamlarning sonini tark etayotganligini ko'rishlik uchun o'ng tarafdagi raqamlarga e'tibor berasizlar. Ko'ryapsizlar? Bekarga people leaving da mana yerda boshidan belgilanmagan, unemployment rate da bu yerdan boshidan belgilanmagan. Demak, unemployment rate ni bilishlik uchun chap tarafdagi sonlarga qaraysiz. Foiz mana shu yerda turibdi mana va people leaving ketayotganlar, ko'chib ketayotganlarning sonini bilmoqchi bo'lsangiz, o'ng tarafga qaraysiz. Lekin ikkalasi ham mana yerdan 1988-yildan boshlangan. Buni sekin yana essay davomida tushuntirib ketaman. The chart illustrates information about the unemployment rate and the percentage of people leaving Ireland between 1988 and 2008. Xo'p, task 1 ni boshladim men bu yerda. Demak, 24-kuni 24-oktyabr kuni 2025-yilda tushgan ekan bu. Va men buni qachon yozganman? 27-oktyabrda yozgan ekanman. Task 2ga mashina birga yozdim ekan, esimda yo'q. Whatever. Xo'p, buni demak birinchi navbatda tushunib oldik. Unemployment rate va chiqib ketayotgan odamlarning sonini ko'rsatgan. Xo'p, endi bu yerda paraphrase qilib olishimiz kerak birinchi navbatda. Demak, 29 da boshlabman, 54 da tugatman. Necha minut bo'ladi bu? Buni 30 desak ham 25 minut bo'ladi. 25 minut yozgan ekanman. Demak, ko'p vaqt ketgan ekan. Sababi уже moslashish, просто nima desa bo'ladi? Practice modda, practice holatingizda ko'proq vaqt sarflaysiz. 25 minut, 30 minut sarflaysiz. Keyin o'shani kamaytirib borishingiz kerak. Lekin boshida o'rganish uchun bunaqa kam vaqt sarflab o'rgana olmaysiz. Ko'proq vaqt sarflab, kerak bo'lsa task 2ga 1 soat vaqt sarflab, keyin o'rganib, xatolaringizni ko'rib o'rganasiz. 1,5 soat ketadi bitta task 2ni chiroyli qilib yozib ko'nglingizdagidek qilib olgungacha. Task 1ga ham xuddi shu gap, 1,5 soat task 2ga etsa, endi task 1ga tushunish qiyin bo'lganligi uchun bunga ham 1 soat desak ham boshida shunaqa uzun vaqt ketish kerak. Practice qismi uchun. Keyinchalik kamaytirib boraverasiz, chunki o'zi o'rganib borasiz bu yog'iga. Ba'zilar nima qilishadi? Shunchaki 40 minut yozish kerak ekan, 40 minut sarflaydi, chala-pucha qilib yozadi, ko'ngli ham to'lmaydi, boshqa narsa ham bo'lmaydi. Keyin oxir-oqibat hech nima o'rganmadim deb chiqib ketishadi. Bu kerak emas bu narsa. Undan ko'ra practice qilish kerak. Practice qilayotgan vaqtingizda iloji boricha o'zingiz tushunayotgan holatda ko'proq vaqt sarflang. Ya'ni misol uchun 2 oy qolyaptimi ekzamingizga, bemalol 1,5 soat, 2 soat vaqt sarflang. 1 oy qolyaptimi уже? 1 oy qolyaptimi уже 1 soatdan ko'p bo'lmasin sarflaydigan vaqtingiz.
Tashqarida nimadir bo'ldi. Bitta naqib kelay, ko'rib kelay. Hozir qaytaman. Bir Xo'p, bo'ldi, qaytdim. Mas joyda ekan. Xo'p, demak, ashiga qilamiz. Paraphrase qilyapmiz. The graph compares the proportion of unemployed people and immigrants from Ireland between 1988 and 2008. Buni refined versioni yo'q ekan. Refined versionda qo'ymabman. Bir yo'l refined qilganman bir bo'lsa. Xullas, grafi proportsiyalarini proportion of unemployed people deyapmiz. Demak, bu yerda proportion of ishlatyapmiz. Unemployment rate o'rniga the proportion of unemployed people deyapman. The proportion of unemployed people. Men mana unemployedga ishlamay unemployment rate o'rniga ishlatyapman. Yashil bilan belgilab qo'yaman. The percentage of people living Ireland degan joyini boshqacha rang bilan belgilaymiz. Let's just say mana bu pushti rang qilib olamiz. Immigrants from Ireland degan joyi bunga sinonim bo'la oladi. Shunaqa qilib paraphrase qilganman. Betweenlikcha qolibdi. From deb turib ketsam bo'lardi. From 1988 to 2008. Endi bunga men ko'p o'ylashga ham vaqt sarflagim kelmagani uchun overviewga tezda o'tib ketdim. Overall, it can be noticed that both the number of jobless individuals and immigrants fluctuated significantly. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, it can be noticed that, ya'ni bu narsa ko'rinib turibdiki deyapti xolos. Bu narsani yodlab olsangiz ham bo'laveradi agar xohlasangiz. It can be noticed that bu narsa ko'rinib turibdiki, both the number of jobless individuals, ya'ni jobless individuals tepadagi proportion of unemployed people ga to'g'ri keladi. Mana bu sinonim bo'la oladi tepadagi yashilga. And immigrants ashundaylikcha turibdi, fluctuated significantly, juda ham ko'p chiqib tushgan deyapti. Ya'ni nimaga rostdan shuna chiqib tushganmi? Ha, mana bu chiqib ketgan, yana tushgan, keyin yana chiqqan, tushgan dedim. Bunisida ham fluctuate qilgan, mana tushgan, chiqqan, tushgan, yana chiqqan. Shunaqa fluctuation ko'p bo'lgan deyapti. Overall, bunday uzoqdan olib qarasak. O'zi mana shu gapni ikkinchi gap qilib yozsak yaxshiroq bo'lardi. Both of the sectors in addition, shunga qo'shimcha tarzda ikkala sektorlar ham, ikkala sektor degani ikkala qismlar ham saw a general decline until 2000. 2000-yilgacha umumiy pasayish ko'rdi. Rostdan shunaqa bo'ldimi? Ha. Unemployment rate ga e'tibor beramiz. I'm going to now take my pencil. Manetdan boshlangan unemployment rate va nima bo'lgan? Tushib ketgan, mashiatgacha tushgan. Okay, ko'rdinglar-a? Endi anaqaga qaraymiz. People living people, demak bu yerda mana shu yerdan boshlangan, ko'tarilgan va sekin yana tushib ketgan. Men shuni nazarda tutib turib tushib ketgan demoqchi edim. O'zi aslida to'g'ri qiladigan bo'lsak, deyarli jicha ko'tarilgan degan bo'lardi. Yoki o'zgarmagan, oxiriga kelib turib o'zgarmagan deb qo'ysagan bo'lardi. Mana shu yerda xato ketgan shekilli. Xo'p, both of the sectors in addition saw a general decline until 2000. 2000-yilgacha umumiy anaqa decline'da turishdi, ya'ni mana shu yergacha 2000-yilgacha tushib ketdi debman. Ayyo, yaxshi qilib shekilli. After which they increased noticeably by 2008. Ikkalasi ham yetarli darajada 2008-yilga kelib turib, ana qilib o'sib ketishgan. Ko'ryapsizlar? Shu building mana. Overall holatda mana bilib oldinglar. Men nimani olmoqchi edim? Buni olmoqchi edim. So, endi davom etamiz. Overview eng muhim qismi hisoblanadi. Task 1'ingizda esingizdan chiqarib qo'ymang. Mana shu overview ga qarab turib eng katta balls qo'yiladi. Agar overview ni yozib turib body 1 ni o'zini yozsangiz, o'sha sizda 6 bor degan. Overview agar zo'r bo'lsa, 6.5 bor o'sha sizda degan. Agar body 2 ni ham yozib qo'yadigan bo'lsangiz, zo'r qilib, o'sha 7 ga potensial bor degan. Shunaqa task 1 o'zi oson. Asosiy maqsad overview ga qaraladi. Nimaga? Chunki overview da siz cognitive thinking qila olyapsizmi? Shuni tekshirishni istashadi examinerlar. Cognitive thinking degani, ya'ni siz o'ylab, fikrlab o'zingiz qaror chiqara olyapsizmi? Shuni olyapsizmi grafani? Shuni ko'rsatib qo'yadi yozgan overview. Agar weak overview bo'lsa,
body 1 ham body 2 ham weak bo'ladi deb o'ylaydi examiner. Shuning uchun overviewga juda katta e'tibor berasizlar, okay? O'zi birinchi essay yozishdan avval birinchi navbatda yozadiganingiz overview qolsin. Starting with the number of people without jobs, demak, umuman ishsiz bo'lganlarning soni bilan boshlaydigan bo'lsak, 1988-yilda it topped at around 17%. Demak, taxminan 17% eng cho'qqisiga chiqdi deyapman. Top at degani o'sha cho'qqisiga chiqmoq degani. Top at cho'qqisiga chiqmoq. Starting with the number deb turib, bironta o'sha template hosil qilsangiz bo'laveradi o'zingiz. Meanwhile, xuddi shu bir vaqtda the number of people leaving Ireland accounted for about 40,000 in the same year. Xuddi shu bir vaqtda o'sha bir xil yilda Irlanddan ketayotgan odamlarning soni accounted for nechtaga yetibdi? 40 mingtani ko'rsatibdi. And after 2 years va 2 yildan so'ng it showed a significant rise, juda katta o'sish ko'rsatdi, reaching its peak at about 16%. Va o'zini taxminan 16%ga ko'tarilib, juda ham katta o'sish hosil qildi. Men xatolarimni o'zim ko'rishni boshlayapman bu yerda. Nimaga? Chunki mana 40 ming bor-ku. Bu 40 ming menga percentagega umuman aloqasiz-da. Aloqasiz bu. Bunday 40 mingdan 60 necha bu endi? Mana yergacha 65 bo'lsa taxminan. 40 mingdan 65 minggacha ko'tarilibdi-da bu. 40 mingdan 65. Lekin aniqinaqa emas. Nima desa bo'ladi? Xato emas, chunki mana yerda foiz keltirilgan, bu yerda o'shani anaqasi keltirilgan. O'sha raqam holati keltirilgan. Bu yerda mana 6% bo'lsa, 20%. Lekin precision muhimda. Taskbon yozayotganingizda precision muhim. Agar precision bo'lmasa, aniqlik bo'lmasa, taskboningiz tushib ketib qoladi. Menimcha balim shuni deb tushib ketib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman o'sha. Nimaga desangiz, men aytdim, men o'zi living people'larni yozganman. Bu living people'larning raqamlari mana o'ng tarafda. Men chap tarafdagi percentage yozib qo'yganman shu yerda mana. 17 mana shuni yozmoqchi bo'lganman. To'g'ri, mana uni keling. To'xtanglar, mana shuni ko'rsataman. Mana uni yozmoqchiman. Men aytgancha 3 gacha ko'tarilib ketdi demoqchi edim. 1990-yilga kelib turib 12 yilmi? 2 yilmi? 2 yildan keyin deyapman, shunchalik cho'qqisiga ko'tarildi demoqchiman. Endi buni raqamini yozaman deb shoshilib, men bu yerdagi 17% ni yozib qo'yganman. Taxminan 17% gacha ko'tarildi deb qo'yganman. O'zi aslida buni soni o'ng tarafda bo'lishligi kerak edi. Taxminan 65 mingtaga yetdi deb qo'yishim kerak edi. Xato shu yerda ketgan ekan mana. Ko'rdinglarmi? O'zingizlar xatoyimni ham ko'rib ketyapsizlar. Keyin voy. Mayli. Let's just continue. Starting with degan joyini yana qaytadan underline qilib qo'yamiz. Tepasidagilar deyarli turibdi ekan. Immigrants from Ireland ham pushta harfda belgilab qo'yishimiz kerak. O'chib ketib qoldi hozir qilayotganimda. So endi mana shu yerda 16% deb xato qilib qo'ygan ekanman. Reaching its peak at about 65,000 deb qo'ysam bo'ldi deydi. Shu yerda precision ketib qolgan. At the same time, xuddi shu bir vaqtda the unemployment rate represented a noticeable decline to around 13%. Unemployment rate, ya'ni ishsizlik holati ko'rsatdi a noticeable decline, ya'ni qolib ketmasin shu yerda, ko'pincha qoldirib ketasizlar. A noticeable decline, juda ham sezilarli pasayish hosil qildi. Taxminan 13% gacha. Unemployment rate ga e'tibor beringlar mana. Unemployment rate qachon dedim? At the same time, xuddi shu bir vaqtda unemployment rate 13% ga tushib ketdi, lagging behind the figure of immigrants. Immigrantlarning figurlarini orqasidan qolib ketgan holatda. Nima deganimni o'zim tushunmayapman. Hozir bu yerda mana yana bitta xatolik ketyapti. At the same time, xuddi shu bir vaqtda the unemployment rate represented a noticeable decline. Yetarlicha tushish hosil qildi deyapmiz. 13% ga mana mergacha. Maygacha tushdik. Ha, demak 1990-yilda gapiryapman men. 1990-yilda e'tibor bering, mana shu yerda 13% ga tushgan mana. 13% bo'lsa, mana 12 ga keyin 13 keladi-yu. 13% gacha tushgan deyapman 90-yilda. Lekin people leaving, ya'ni tark etayotgan odamlarning soni esa nechta bo'lgan? 65 mingta bo'lgan. Lagging behind degan ortida qolib ketish degan. Ya'ni 65 mingtadan ortida qolib ketgan deganman bunda. Bo'ldi, to'g'ri chiqqan ekan, bunaqa xato bo'lmagan ekan. Men o'zim
Hatto topib o'tiribman. Hatto yo'q bo'lgan joydan. Right. Mana yerda demak lagging behind, ya'ni xuddi shu joyda tushib ketib qolgan mana shu yergacha 12% gacha. Hop, davom etaylikchi. Nima deyapmiz yana? So around 30% lagging behind the figure of immigrants. Immigrantlarda figurlarda. Endi line graph yozishda anaqasi strukturasi demak, birinchi yilni boshidan boshlaysiz tasvirlashda, keyin yilni o'rtasiga kelasiz va undan keyin mana shu joyini tasvirlaysiz. Bo'ldi, shu bilan tugaydi. Va tasvirlayotganingizda mana ikkalasini bir-biriga taqqoslab o'ynaysiz. Mana metrni taqqosladim, mana ikkalasini taqqosladim. Keyin hozir mana yerni gapirayotganligimda taxminan mana shu joyini taqqoslasam bo'lardi. Bu bunda o'tib ketib qoldi deb. Yoki ikkalasi deyarli bir xil turib keldi, shu 2008-yilgacha turib taqqoslasam bo'lardi. Keyin oxirgi yilga kelib turib 2008-yilda ikkalasi ham bitta joyda uchrashdi deb aytib tursam bo'lardi. Bu people living 40 taxminan 42 mingta bo'ldi deyman. Va bu odamlarda percentage esa taxminan necha foiz bo'ladi endi bu? 7-8% bo'ladi-da endi. Shu holatga to'g'ri kelib qoldi desak ham bo'laveradi. Mana shunday qilib bo'linadi o'zi. Line graph shunday qilib yoziladi. Shunday qilib gruppalanadi. Lagging behind o'rganib qo'yasiz. The figure of immigrants. Immigrantlarda sonidan ortda qolgan holatda. Dramatic shifts were evident over the next 10 years. Dramatic shifts, ya'ni dramatic shift degani o'ta ham keskin o'zgarishlar. Men gruppaga bir qarab qo'yichi yaxshimi? Ovoz, screen, everything muammo bo'lmayaptimi? Xo'p. Were evident over the next 10 years. Keyingi 10 yillik ichida juda ham haligindaqa ochiq oydin holatga yetdi. With the unemployment rate rising to about 16%. Endi sonlarni yozib ketyapman. Unemployment rate, ya'ni ishsizlik soni o'sib ketdi deyapman 16% ga. And falling largely to about 4% va juda katta miqdorda 4% ga kamayib ketganligini ko'rsatyapman. Falling largely. While the number of individuals moving out of the country, davlat tashqarisiga, ya'ni emigrate boshqacha sinonim bilan ishlatdim, moving out bilan ishlatdim. While the number of individuals, xullas davlatni tark etganlarning soni esa xuddi shu vaqtda also decreased to about 22,000 taxminan 22 mingtaga kamaydi. And showed a fluctuation until 2000. 2000-yilgacha chiqib tushdi. Shunaqa qilib o'zgarib yurdi deyapti. Rostdan ham shunaqa bo'ldi mana. 2000-yilgacha nima bo'ldi? Ko'tarilib turib, tuppada tushib ketdi. Bu nima bo'ldi? Bu ham mana shu holatdan boshlab tuppada tushib ketdi. Ikkalasi ham tushib ketdi deyapti xolos. 2000-yilgacha. Endi buni ko'tarilib, keyin tushib ketdi desam ham bo'lardi. Ammo vaqt yo'q edi buni tasvirlashlik uchun, shuning uchun nima qilib qo'yardim? Tushirib yubordim, короче. Tushib ketdi deb qo'yardim. 2000-yilga kelib turib, undan buyog'iga fluctuation bo'ldi. Monosi fluctuation bo'ldi. Ya'ni chiqdi, tushdi, mana shunaqa holatgacha keldi deb qo'yapman. Fluctuation shu deganida endi. Keyin in the next 8 years, 2000-yildan boshlab 2008-yilda aytyapman. Keyingi 8 yil ichida both figures remained almost stable. Ikkala figurlar deyarli stable holatda qoldi. Ya'ni mana chiqdi, tushdi. Deyarli o'zgarmadi. Mana shunday bitta liniyada qolib ketdi. Bunisini ham pastdan e'tibor bering. Bu ham mana shunday bitta liniyada qolib ketgan. Ko'rasizlar, katta o'zgarish yo'q. Deyarli shunday holatda qoldi deyapman. Hop, only until both trends began to increase considerably. Qachongacha remain qildi? Qachonki ular yetarli darajada, ya'ni sezilarli darajada o'sishni boshlagungacha bir xil holatda turdi deyapman. Ya'ni qo'shimcha ma'lumot kirityapman bu yerda. The figure of people moving out showed just above 40,000. Xo'p, chiqib ketayotgan odamlarni move out'da chiqib ketayotgan odamlarning soni taxminan, ya'ni deyarli jicha 40 mingdan tepasini ko'rsatdi. While the joblessness, ya'ni kasbsizlik joblessness rate represented about 7% by 2008. 2008-yilda taxminan 7% ni ko'rsatdi deyapman. Mana joy bo'lsa, taxminan 7% mana. Mana 7% ko'rsatdi va bu esa just above 40. Mana o'zi 40 ming, mana belgi 40 ming. Bundan jicha balandroqdi deb qo'yapman mana. Bu shu ikkalasini tasvirlab qo'ydim. Hozir qanday tasvirladim? O'rgatganimdek, mana qismini birinchi tasvirlaysiz, keyin bu yerdan tasvirlaysiz orasini va keyin bu yog'ini orasini tasvirlaysiz. Ikkalasida ham hammasida
ikkala figurni bir-biriga taqqoslab o'ynaysiz. While whereas'larni ishlatib. Bo'ldi, shu bilan tashqi joziladi. Shunaqa gaplar. By Jasurbek Abdullayev. Mana shunaqa. Xo'p, yaxshigina dars o'tib oldik. Xudo xohlasa, ozgina, lekin barakalla yaxshigina dars bo'ldi. Yaxshi narsalar o'rganib oldik. Taskvamiz ozgina, kichkina narsa bo'lgani uchun ko'p narsa o'rganib oldik. Demak, taskvanda asosiy qismi bizda overview bo'lar ekan. Mana shu overview bizda o'ta ham muhim qism ekan, chunki taskvanda eng katta bali overviewda berilar ekan. Va agar body 1'imizni ham, body 2'imizni ham yaxshi yoza olsak, Xudo xohlasa bemalol 7 ga chiqarsak bo'lar ekan biz taskvonimizni. Nasib bo'lsa, descriptionlarda ham ko'ramiz. Agar descriptionlarga vaqtimiz bo'lmasa, yana bitta taskni ko'ramiz keyingi darsga. Xudo xohlasa. All right, everybody. Thank you very much. Yaxshi o'qilinglar, yaxshi dam olinglar. Nima deydi? O'sha erta o'qilaydigan paytlar hozir. Erta uxlamaslik bo'lmaydi. Yaxshi dam olinglar. Thank you very much. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu rekord qilindi. Rekordingni ham tashlab qo'yaman. Thank you very much.